Mana bozor oldidagi masjid bilasizlar, bozor orqa tarafidagi. Mana bozorga aka ketayotgan joydan bozorga kirib ketasizlar, to'g'ri. Keyin mana yerda domlar bor bilasizlar, ha. O'tgan kuni bashning olti bitta joy qo'ydik-ku 10 sotixli xonadon. O'shaning yonboshida ko'chadan shu yerda mana 3 xonali domimiz bor, hamma sharoit qilingan. Sharoitda ichida nimalari bor ekan? Xo'p, отоплениялari bor qilingan, kanalizatsiyasi bor, gaz, svet, suv, Wi-Fi. Insonga nima kerak bo'lsa hamma narsasi bor. Mana shu yerdan kirasizlar, mana bozordan 50 metr oldida. Mana bozor oldida. Hozir to'g'ri bu sal eskiroq domlar. Endi birinchi qurilgan domlar. Hozir bozor naryoqda domlarni bilasizlar, 700-750 millionga aylanib ketyapti u. Krediti bor, tem bo'li. Korobka qilib beradi ham. Korobkani remont qilishlangan, normal remont qilmasalar 200 million, 250 million yetmay ham qoladi. Mana shu domda oxirida ko'ramiz. Faqat uy qulflovli. O'zlaring kelib ko'rasizlar. Kimga birovga yoqsa, o'zlaring kelasizlar, nomerlarni qo'yib qo'yma, egalari ochib ko'rsatadi uyda. Mana kiram bor pastda, tashqari kiram. Xo'p, mana uyimiz, kelyapmiz. Sizga ko'rsatib ketay. Keyin mana tomondagi mana ular shunga qarashli ekan, mana shu domniki ekan. Ikki xona Navoiy xonaga joy qilingan. Keyin mana garaji bor bu yerda. Shu domniki, mana shu uyda biz aytayotgan uydiki. Sobstvenniy o'ziniki ekan. Keyin bu yoqdan bitta ko'rsatay sizlarga. Mana yerda hojatxonasi bor. Keyin mana yangi hojatxona ham qilingan ekan, mana ochib ko'rsatibdi. Endi yopib olasizlar. Bu yerda ikki xona qilingan, Navoiy xona qilgan ekan. Navoiychilar ham ishlatsa bo'ladi, bozor oldida. Gaz, svet, suv hammasi bor. Ichkariga hamma sharoit qilingan uyda ichida. Endi menda rasmlari bor, bitta ikkita hozir uy qulflovli. Vaqtimiz ham yo'q hozir shunga. Mana uyimiz. Mana bu yoqda balkoni bo'lgan, mana eshik qilingan-ku. Shu ikkinchi etajdagi uyimiz sotiladi. Mana podyezdlari, mana gaz chuchuklar turibdi, mana chuchugi gazi. Shurda mana ko'raverasizlar. Mana bozor oldida. Narx-navosini menga aytmadi, egalariga nomerini qo'yaman, chiqib gaplashaverasizlar.